Бүгінгі күнде көплеген қызметлерді аралықтан тұрып онлайн пайдалану имканияты жаратылмақта. Соның ішінде нотариал қызметлердің айрым түрлерінен де онлайн пайдалану мүмкін. Бүгінгі рубрикамызда әйне ұсы мағлуматларменен sizlerді tanıştıramız. Xabaringiz borki, mana O'zbekiston bo'ylab hozirgi kunda notarial harakatlarimizning ayrim turlari onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Shu jumladan masalan avtotransport bilan bog'liq oldi-sotish shartnomalari, hadya shartnomalari yoki avtotransport vositasini ijaraga berish shartnomalari, avtotransport ishonchnomalari, garov shartnomasi, yoki xotinning umumiy mol-mulkni tasarruf etishga rozilik arizalari, voyaga yetmagan shaxslarning xorijga chiqish uchun berilgan rozilik arizalari, boshqa turdagi ishonchnomalar, voyaga yetmagan shaxsga xorijga hamrohlik qiluvchi shaxsdan rozilik arizalari, shu jumladan ko'chmas mulkka ishonchnoma, merosxo'rning meros ulushidan voz kechish arizasi, uy-joyni tasarruf etishga roziligini ishtirokchisining rozilik arizasi, shuningdek hujjatning bir tildan boshqa tilga tarjima qilinganligini tasdiqlash, otalikni belgilash va nikoh shartnomalari shu kabi notarial harakatlar, ya'ni 18 turdagi notarial harakatlarimiz bugungi kunda onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Buning uchun fuqarolarimiz birinchi navbatda e-notarius.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tgan holda u yerdagi notariusni belgilab oladi va notarial harakat uchun 82.400 so'm bo'lgan miqdorda to'lov amalga oshiradi. Bu pulimiz bazaviy hisoblash miqdori o'zgarganda summa ham o'zgarib turadi. Shuning uchun oldingi masalan onlayn notarial xizmatlar uchun 123.600 so'm undirilgan bo'lsa, bugungi kunda bu offline hamda onlayn notarial harakatlar uchun bir xilga tenglashtirildi, ya'ni 82.400 so'mga tenglashtirildi. Buning uchun fuqarolarimiz uydan chiqmagan holda, shu vaqtlarini tejab hamda transport xarajatlarini tejagan holda shu onlayn tarzda amalga oshirishni, notarial harakatlarni amalga oshirishni tavsiya qilib qolamiz. Shu jumladan masalan nikoh shartnomalarini aytib o'tadigan bo'lsam, nikoh shartnomalari bo'yicha belgilangan tartibda shu aytgan saytimizga kirib notariusni tanlaydi. Notarius o'z navbatida esa ularning nikohda bor yoki yo'qligini aniqlagandan keyin shu taraflarning nikoh shartnomalarini tasdiqlab beradi va boshqa turdagi shu 18 turdagi notarial harakatlarimiz ham shu tartibda amalga oshiriladi.